Assalamu qadirlik oqurmanlar. Men Mihray Rahman. Biz helalam görüşken edik. Endi yana 5 minutdan keyin yana davomliq boshlab ketdim chunki shanba kuni vaqtni chingroq tutib Ramazonning tugay deb qoldi. Necha kunlam qoldi. Shunga ko'proq o'qib amal bormi shu shanba yakshanbada o'qib tugatishni plan qildim. Alloh buyursa, Alloh niyatlarimga yetkazsa. Sizlarmi agar vaqtinglar yetmasa, kitob o'qish munbiriga biz chiqarib qo'yamiz. Qaysi vaqtda vaqtinglar yetsa, shu vaqtda anglasanglar bo'ladi. Lekin to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Unda bo'lsa, hali o'qib biz muita jingi degan mazmun to'xtagan edik. Unda bo'lsa davomli boshlaymiz. Muita jingi. Bu urush Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hayot vaqtida yuz bergan eng chong qurolliq elishish va eng ig'ir qonliq to'qinish bo'lib hisoblandi. Shundaqla yana musulmonlarning dunyodagi har qaysi allarni fatih qilishining oldingi tayyorligi va bisharat signali bo'lib hisoblandi. Baqa hijriyaning 8-yili Jamadiyal avval, ya'ni izohatda milodiya 629-yil 8-ay yoki 9-oylarga to'g'ri keladi deb izohat beribdi. Da yuz bergan. Muita Shamning Balqoi degan yeriga yaqin kent bo'lib, Muita bilan Baytul Muqaddasning orlig'i 2 kunlik yo'l edi. Urush harbisi. Muita urushining yuz berish jarayonida mundaq bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining Busra valisiga yo'llagan maktubini Haris ibn Umayr Azir radhiyallohu anhu orqali avatgan edi. Elchi Sham ziminiga qadam bosgan kuni Shurahbil ibn Amril G'ifari izohatda shu vaqtda Rumliqlarning Sham ziminiga qo'ygan qo'rchoq valisi edi debdi. Elchini oldini to'sib chambarchas bog'latdi va o'z qo'li bilan chepib tashildi. Albatta, elchi va vakolatchilarni o'ldirish eng qabih jinoyat hisoblanadi. Balki elchilarni o'ldirish bo'lsa, ochiq oshkora jang e'lon qilganlikdanmi ig'ir to'xtaydi. Nimli bo'lmasin, bu xabar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga angladi, bu qattiq qayg'urdi va hamga patdi. Shung u darhol 3000 kishilik qo'shin tashkillab urush tayyorligini bitkizdi. Bu Ahzab urushidan keyin musulmonlar tashkillangan eng zo'r qo'shin edi. Sarkarlar va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ularga qilgan tavsiyasi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qo'shinga Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu ni amir lashkar qilib tayinladi va Zayd o'lib ketsa, Jayfar amir lashkar bo'lsin. Jayfarmi o'lib ketsa, Abdullah ibn Ravoha amir lashkar bo'lsin dedi va o'z qo'li bilan to'q qadab Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu ga tutqizdi. Alamning rangi oq rangda edi. Qo'shin yo'lga chiqish oldida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga: "Sizlar Haris ibn Umayr azdi o'ldirilgan joygacha berib, shu yerdagilarni islomga da'vat qilinglar. Ular qabul qilsa, bu ularning ta'liyi. Navoda qabul qilmasa, Allohdan madad, yordam tilab urush qilinglar" deb tavsiya qildi. U yana jekelab, Allohning ismi bilan, Alloh yo'lida uni inkor qilganlar bilan urush qilinglar. Ahdiga xiyonat qilmanglar. O'liklarni parchalab tashlamanglar. Balalar, ayollar, oldin ketgan qiyir-cho'rlarni, cherkovlarda ibodat bilan mashg'ul bo'layotgan abid zohidlarni o'ldirmanglar. Mevalik dal-daraxtlarni kesmanglar. Qal'a va qurilishlarni buzib chaqmanglar, dedi. Qo'shinning manziliga qarab ilgirlaganligi va kutilmagan ahvolga duch kelganligi. Qo'shin shimolga qarab davomli ilgirlab, Hijozning shimol qismiga tutishadigan Sham, ya'ni Suriya ziminidan Ma'on degan yerga borganda, egillagan axborotdan ma'lum bo'ldiki, Rum podshohi Heraqli 100 ming kishilik qo'shin bilan Rumdan Balqoinning Ma'ob degan yerga kelib tushibdi. Uning qo'shiniga yerlik Lahmi, Juzam, Balqin, Bahroyi va Balli qatorliq arab qabillaridan yana 100 ming kishilik yollanma qo'shin qo'shilibdi degan xabar jazmlashdi. Qo'shinning dushman tarafga otlanganligi. Musulmonlar Ma'onda 2 kun turgandan keyin yana qo'zg'alib shimolga qarab ilgirladi va Balqoyi chegarasiga borganda Rum qo'shini bilan uchrashdi.
düşman taraf nəhayət qattiq hayva bilan besib kelməkdə idi. Musulmonlar dərhal muhitiga qaytib, u yerda lashkari bargoh qurdi va urush tayyorligini jiddiy puxtildi. Qo'shinni radga silib, o'ng qanotga Qutba ibn Qatada Özri raziyallohu anhuni, sol qanotga Ubada ibn Malik Ansari raziyallohu anhuni qo'mondon qilib tayinladi. Urushning boshlanishi va amirlarning navbat bilan vazifa o'taganligi. Mushu yerda yana muitida ikki taraf tutuşup qaldı. Həş-bəş degice şiddetli giralashma jang boshlanib ketdi. Musulmonlarning 3000 kishilik qo'shini Heraklining 200 ming kishilik muntazam qo'shiniga taqobil turishga to'g'ri keldi. Karomat mislsiz urush. Odamning ishongisi kelmaydi, lekin iymon ruhi ni ishlarni vujudga chiqara oladi. Tunji qatimliq urushda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning omroq odami ma'noda izohatda beqib olgan o'g'li debdi. Zayd ibn Haris raziyallohu anhu alamni ko'tarib nihoyat jasurlik va mardonlik bilan urush qildiki, hech qanday bir palvon yoki botir azimatda unda bahodirlik jasorati tepilmas. U urusha oxir butun badaniga dushman nayzlari go'yo tikkandek sanjilib ketgandan keyinla ondan yiqildi. Şun bilan alamni Jayfar ibn Abu Talib raziyallohu anhu qo'liga oldi. U mu tangdossiz shijoat bilan urushdi. Jang rosa qizib avji ko'tarilganda u miniyotgan qizil etidan sakrab tushdida etining bo'ynini uzib atdi. Ondan jang qaynamaga kirib urusha og'ir alam ko'targan o'ng qo'li dushman tarafidan kesib tashlandi. Shun bilan u alamni darhol so'l qo'liga elib ching tutib zabardast holatda turdi. Axir sol qo'limi kesib tashlandi. Axir u alam hodisni bo'yni bilan mahkam qisib tik turgan edi, beshimi o'sib etildi. Elchilar qaraganda rumliqlardan biri Jayfar raziyallohu anhuga qilich urib parchalab etgan edi. Hadisda Alloh taolo Jayfar raziyallohu anhuga yilqi ikki qo'lning badaliga jannatda ikki qanot ato qildi. U bir ikki qanoti bilan jannatning xohlagan yerda uchib yuriydi deyilgan. Ham shu sababdan u Jayfar Tayron, ya'ni qo'sh qanotliq Jayfar deb atalgan. İmam Buxoriy rahimahulloh Nafi idin u İbn Umar raziyallohu anhumadan naql qilingan hadisda İbn Umar raziyallohu anhuma mundaq bir hadisni so'zlab bergan. Shu kuni Jayfar raziyallohu anhuning jasadini o'z ko'zim bilan ko'rgan edim. Uning badinda 50 nacha yerda qilish va nayzning izi bor ekan, ammo uning kayni tarafida bir mujarohat izi yo'q ekan. Ya'ni bir rivoyatda İbn Umar raziyallohu anhuma mundaq degan: "Bu qadimgi urushqa men qatnashgan edim. Urushdan keyin Jayfar ibn Abu Talib raziyallohu anhuni izladik. Oxir uni o'liklar orasidan topdik. Uning jasadida 90 nacha yerda qilish va nayzning jarohati izi bor ekan." Yana bir rivoyatda İbn Umar raziyallohu anhuma mundaq deb qo'shib qo'ygan: "Yilqi jarohatlarning hammasi uning oldi ko'krak qismida ekan." Demak, Jayfar ibn Abu Talib raziyallohu anhu mana mushundaq shijoat va jasorat bilan urushib, oxir qazo qilgandan keyin alamni Abdullah ibn Ravaha raziyallohu anhu qo'liga elib etiga mendida dushman tarafga etildi. U otdan tushishga bir tamshilib bir oz ikkilandiyu yana qat'iy irodaga kelib tuvandagi misralarni o'qidi. Qasam qildim Abdullah, etil dushman tomonga, mayli holima tushkun cho'qim maydonga. Yovlar tursa oldingda cho'qan silib jahonga, shahid bo'lib kirmamsan jannat degan makonga. Ondan u otdan tushdi. Qo'shiniga Abdullah raziyallohu anhuning bir navri tuqqani bor edi. U bir parcha pishiq go'shtni tanlab, "Qarindishim ol, bu go'shtni yeb ol. Bir qancha kundan beri osh qolding" degan edi. Abdullah raziyallohu anhu uning qo'lidan go'shtni elib, bir ikki luqma yedi-da, go'shtni cho'rib tashlab, shamsharni pulangitib, dushman tomon etildi va ajoyib botirlik bilan urushib, oxir shahid bo'ldi. Qarindoshlar, menga 1 minut vaqt beringlar, men yerda bir oz warning beryapti. Please check the video resolution deb
Okay. Mana. Okay. Ma. Yanlış emde buludu deyim. Okay. Endi oңşaldy. Rahmat. Onda Hüseyin davamlaştıraylı. Əmdeki tema musulmonlarning alimining Alloh taolaning qilishlaridan bir qilishning quliga o'tganligi. Yana bir qatam o'qay. Musulmonlar alimining Alloh taolaning qilishlaridan bir qilishning quliga o'tganligi. Abdullah ibn Rabaha raziyallohu anhu yiqilgandan keyin alamni bir Ajlon qabilasidan Sabit ibn Qays ismli bir kishi elib egiz ko'tirdi-da, "Ey musulmonlar, aranglardan bir kishini qo'mondonlik ko'rsinglar" dedi. Qo'shin ahli, "Sen qo'mondon bo'lgin" degan edi. U "Men ablashtirolmayman" deb turib oldi. Shuning bilan musulmonlar Xolid ibn Valid raziyallohu anhuni qo'mondonlikqa sayladi. Xolid ibn Valid raziyallohu anhu alamni qo'lga olgandan keyin qo'shinni qaytaratga silib, qo'shinning jangovarligini oshirib, dushmanga qaqshatqich zarba berdi. İmam Buxari rahimahullah Xolid ibn Valid raziyallohu anhudan naql keltirgan bir hadisda mundaq deyilgan. Muitda urushida mening qo'limda 9 qilich sunib ketdi. Oxir Yamanda so'qtirilgan birlik qilish bardoshlik berdi. Yana bir iborada Muitda urushida mening qo'limda 9 qilich sunib ketib, oxir birlik qilish payladi deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Muit urushining ahvolini jang maydonidan xabar yetib kelishdan burunla vahiy orqali el jamoatga uqtirdi. U mundaq degan: "Alamni Zayd tutgan edi, shahid bo'ldi. Ondan Jayfar tutgan edi, u shahid qilib etildi. Oxirda Abdullah ibn Rabaha tutgan edi, u shahid qilib etildi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushlarni davetib ko'zlaridan taram-taram yosh to'katdi. Ondan alamni Allohning qilishlaridan bir qilish quloq olgan edi. Alloh uning bilan qo'shiniga nusrat ato qildi dedi. Kechirsizlar. Bismillah. Urushning to'xtaganligi. Musulmonlar ana shundaq jasorat va bahodirlik bilan jon pido qilib, urushgan taqdirda sonning chekliligi tufayli dushmanning ming odamlik bu g'oya zo'r qo'shinning hujumi oldida bardoshlik bera olishi va yoki ularning changalidan bexatar qutulib chiqa olishi notayin edi. Dal mushundaq halqiliq paytda musulmonlarning yangi qo'mondoni Xolid ibn Valid raziyallohu anhu musulmonlar yo'l qo'ygan ojizlik va xatoliklarni cho'nqur tahlil qilib, o'zining yuqori jang mahoratini va harbiy iqtidorini joriy qildirib, ularni xavf-xatardan qutqizib chiqdi. Qayta tashkillangan bu qo'shinning qanday usulda urush qilganligi to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Biroq bu haqdagi rivoyatlarning tafsilotiga inchikilab nazar solganimizda shuni ko'rishga bo'ladiki, Xolid ibn Valid raziyallohu anhu qo'mondonlikqa tayinlangan tunji kuni Rum qo'shinining shiddatli hujumiga qarshi qaysarlik bilan jang qilib, xali qarshi yaxshi unum qozongan. Biroq u butun Asiyodi bilan musulmonlarni sog'-salomat qaytarib ketish uchun qanday qilganda Rumliklarning ko'ngliga vahima tashlab, ularning qo'g'lab zarba berishning oldini olib bo'ladigan o'nimlik bir chora tadbir ustida jiddiy izlanayotdi. Chunki dushman davomli qo'g'lab zarba bergan ahvolda musulmonlar qo'shinining dushmanning chanqalidan qutulib chiqa olishi tasga to'xtaydi. Shunga u ikkinchi kuni saharda qo'shinni qayta tashkillab, ularni qayta safarbarlikka chaqirdi. Qo'shinning orqa saf mudofaa qismining oldingi safga, o'ng qanot qismini so'l qanotga almashtirib, qo'shinni yangi bir tus kirgizdi. Dushman taraf musulmonlarning har qaysi saflaridagi bu yangi muntazam jangovar qo'shinni ko'rib hang-tang qilishdi va musulmonlarga yordam kelibdi deb o'ylab sarosimiga tushdi va put-qo'llari titrab bosdi. Shu kuni atigini ikki taraf birer soatdek urushgandan keyin Xolid ibn Valid raziyallohu anhu
qo'shinni jang sepini buzmagan holatda asta orqaga chekinishga buyurdi. Rum doiralari musulmonlarning tartib bilan chekinayotganligini ko'rib, ular bizga hiyla ishlatyotidi, bizni cho'lga agashtirib, ochiqib bir tarafdan qurshab yo'qotishni planlayotidi deb o'ylab, orqadan qo'g'lashni to'xtatdi. Musulmonlar bo'lsa davomli bexatar chekinib, oxir Madinaga qaytib kelishdi. Ikki tarafdan chiqim bo'lganlar orasi to'g'risida Muita jang maydonidan urushda musulmonlardan 12 odam qazo qildi. Ammo dushman tarafdan o'lganlarning soni aniq emas. Biroq jangning tafsilotiga cho'nqur nazar solib ko'rganimizda, ularning o'lganlarning soni xali ko'pdak qiladi. Muita jangining tarixiy orqa ko'rinishi to'g'risida musulmonlar bu qadimgi urushda garchi ig'ir badal to'lagan bo'lsa-mu, ko'zlagan intiqom elish maqsadiga yetolmadi. Ammo bu urush musulmonlarga yuqori obro'y va yuksak siyosiy nopuz ato qildi va butun arablarni hayron qoldirdi. Chunki ayni davrda Rum davlati dunyodagi eng kuchli zo'migar davlat edi. Arablar Rumliklar bilan put tepish, o'z putiga o'zi palto chapqanlik va o'zi o'limga tutib berganlik deb bilatdi. Shunga bu 3000 kishilik qo'shinning Rumliklarning odam dengiz kabi 200 ming kishilik qo'shiniga jang e'lon qilib, bir qancha maydon qattiq tutishibmi, tilga olg'udek chiqimdor bo'lmay, aman eson qaytib kelganligi jahon ajoyibotlaridan bir mo'jiza hisoblanadi. Bu urush yana xalq olamga musulmonlar butun arablar va jahon xalqiga to'nish bo'lgan suhbatdan boshqa bir xislatga ega xalq ekan. Ularga Allohning dargohidan haqiqatan zo'r yordam va madad keladi ekan. Ularning rahbari Muhammad sallallohu alayhi va sallam barhaq Allohning payg'ambari ekan deganni jakorladi. Şoň buningdan ilgari musulmonlarga qarshi isyon ko'taribla yuradigan ayrim jidalxo'r o'ktam qabila aymaqlar bu urushdan keyin o'zligidan islomga moyil bo'ldi. Alayliq Bani Sulaym, Ashja, G'atfon, Rabbiyon va Fazara qatorli qabilalar islomni qabul qilib Madinaga al bo'ldi. Shuningdek bu urush yana Rumliklar bilan bo'ladigan qonliq to'qinishning muqaddimasi bo'lib, musulmonlarning kelgusida zo'r mamlakatlarni emas, balki Iroq allarning bo'ysunda turadiganligining beshorati edi. Zatus Salasil qo'shini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şam tavalligidagi chegara rayonlarda o'ltirishliq arab qabilalarining Muita urushida Rum doiralariga hamdamda bo'lib musulmonlarga qarshi jangga qatnashganligini uqqandan keyin ularning qayta bundoq zo'r qo'shin bo'lib tashkillanib olmasligi uchun Rumliklar bilan ular o'tirsidagi so'g'uqchilik salalaydigan, aksicha musulmonlar bilan do'stlik rishtasini o'rnatalaydigan aplik bir chora tadbir qo'llanishning zo'rligini his qildi. Shung u Muita urushining oyoqlashib uzoq o'tmay, ya'ni Hijriyaning 8-yili Jamadiyal Uxrada yuqorqi planni o'rlash uchun Amru ibn As raziyallohu anhuni chegara arablari orasiga avatmoqchi bo'ldi. Chunki uning cho'ng onasi yuqorqi tilga elingan Balli degan joydan edi. Yana bir so'zda aytilishicha, ayg'oqchilar Qozoa qabilasidan bir turkum kishilar to'planib Madina atrofiga hujum qilish ko'yida bo'lib etibdi degan ma'lumotni yetkazgan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Amru ibn As raziyallohu anhuni shu yerga avatdi deyilgan. Balkim ikki ish bir kelib qolgan bo'lsa kerak. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Amru ibn As raziyallohu anhuga bir dona oq qalam va uningga yandash turib, yana bir dona qora alamni tutqizib, muhojir va ansarlarning peshqadamlaridan 300 kishi bilan yo'lga soldi. Qo'shinda 30 otliq bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Amru raziyallohu anhuni yo'l ustidagi Balli, Uzra va Balqin aholilarini hamdamda chaqirishga buyurdi. Amru raziyallohu anhu yo'l bo'yi kechasi yo'l yurib, kunduzi yoshirinib, mengib dushmanga yaqinlab kelganda, ularning sonining ko'pligini uqdi. Shun bilan u Rafiya ibn Max Juhani
raziyallohu anhuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan yordam so'rashga yo'lga soldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ahvoldan vaqtlangandan keyin Abu Ubayda ibn Jarroh raziyallohu anhuni 200 kishiga bosh qilib Amr ibn As raziyallohu anhuga hamdamlashga avatdi. Bu qo'shinga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muhojir va ansarlarning pishqadamlarini, jumladan Abu Bakr va Umar ibn Hattob raziyallohu anhuma qatorliq sahobalarni qo'shgan edi. Qo'shin yo'lga chiqish oldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Ubayda raziyallohu anhuga tapilib, tez yo'l yurib amriga yetishib olib, ikkilan bir niyat, bir maqsadda jang qilinglar, ixtiloflashmanglar dedi. Bu Ubayda raziyallohu anhu Amru ibn As raziyallohu anhuga yetishib olgandan keyin bir namozda imom bo'lmoqchi bo'lib edi. Amru ibn As raziyallohu anhu uningga: "Sen degan menga hamdamga kelgan qo'shinning qo'mondoni, shunga sen menga iqtido qilishing kerak" degan edi. Abu Ubayda raziyallohu anhu uningga ma'qul bo'ldi. Qo'shin Amru ibn As raziyallohu anhuning imomatchiligida namoz o'qidi. Hamdamchi qo'shin yetib kelib, qo'shin bir butun tashkillanib bo'lib edi. Amr raziyallohu anhu qo'shinni boshlab, davomli olg'a ilgirlab, Qo'zoha qabilasining eng chet yiroq ziminigacha bostirib berib, yerlik aholilarni bo'ysundirdi. Shu jarayonda u bir to'p soyaq qo'shin bilan tutishib kelib, birlik hujum bilan ularni tarmar qildi va Avf ibn Malik Ashja'i raziyallohu anhuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar yetkazish uchun Madinaga yo'lga soldi. Avf raziyallohu anhu nihoyatda tez yo'l yurib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga jang g'alabasini, qo'shinning omon eson qaytganligini yetkazib xotirjam qildi. Zotusallasil Vadil Qur'oning u chetiga joylashgan bir joy bo'lib, Madina bilan bo'lgan orlig'i 10 kunlik musofa edi. İbn İshaq rahimahullah mundaq deydi: Musulmonlar bu qadimliq yurishda Juzam qabilasiga taba Salasil deb ataladigan bir suv bo'yiga tushib bargoh tikkan bo'lg'ashqa, bu qo'shin Zotusallasil qo'shini, ya'ni Salasil egillari degan ma'noda deb atalgan. Abu Qatada qo'shini. Bu qo'shin Xuzra degan joyga avatildi. Hijriyaning 8-yili Shaibonda Bani G'atfon qabilasidan bir to'p kishilarning Xuzzaga to'planayotganligi anglandi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Qatada raziyallohu anhuni 15 kishiga bosh qilib, ularni tarqitib etishga avatdi. Abu Qatada raziyallohu anhu belgilangan joyga yetib berib, qarshilik ko'rsatganlarni o'ldirib, taslim bo'lganlarni qoldirib, nurg'un o'lja g'animatlarga erishdi. U Madinadan ayrilib 15-kuni sog'-salomat qaytib keldi. Makka fatisi. Ibn Qayyum rahimahullah mundaq deydi: Makka fatisi Allah Taala o'zining dinini ustunlikka ega qilgan, o'z payg'ambarini ulug'lagan, o'z qo'shinini azizlagan va muqaddas joy Makkani bo'lib insonlarga hidoyat belgisi qilingan Baytullohni mushriklarning qo'lidan qutqizgan tarixiy ahamiyatga ega eng ulug', eng sharafli urushdir. Makka fathi qilinganda osmon ahli shodlandi. Makkaning izzat hurmati oshdi. Kishilar to'p bo'lib Alloh taolaning diniga kirdi. Yer zamin qayta yurib, xushallik tantanasiga cho'mdi. Urushning sababi oldingi boblarda, ya'ni Hijriyaning 6-yilidagi Hudaybiya shartnomasini tilga olganda, shartnomaning moddalaridagi mundaq bir muhim moddani, ya'ni har qanday bir arab qabilasining Muhammad sallallohu alayhi vasallamning himoyasiga kirish yoki Qurayshlarning himoyasiga kirish erkinligi bo'ladi. Ikki tarafning qaysi birisining himoyasiga kirgan qabila shu tarafning ayrilmas bir qismi hisoblandi. Bu qabilalar qilingan har qanday yo'lsizlik shu tarafga qilingan tajovuzchilik hisoblandi deb aniq belgilanganligini so'zlab o'tgan edik. Mushu moddaning ro'yiga asosan Xuzoya qabilasining payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Bani Bakri qabilasi Qurayshlarning himoyasiga kirgan edi. Jaholiyat davrida Bani Bakri qabilasi bilan Xuzoya qabilasi o'tirsida uzoqqa so'zilgan qonli qisos urushlari yuz bergan va so'g'uq munosabat dog'lari o'rnashib qolgan edi. Islom dini maydoniga kirib, bir qancha yildan keyin Hudaybiya shartnomasi tuzildi.
Natijada ikki taraf bir-biridan xotirjam bo'lib, tinch turmush kechirishga boshlangan edi. Lekin uzun o'tmay Bani Bakri qabilasi Xuzoa qabilasining bequtlashgan vaqtidan foydalanib, ko'ni intiqomni olmoqchi bo'ldi. Hijrining 8-yili Shaybonda Nafval ibn Muaviya degan kishi Bani Bakri qabilasidan bir to'p odamni boshlab berib, tun qorong'usida Juzoy qabilasiga hujum qildi. Juzoylik qabilasi bu chaqda Vattir deb ataladigan bir suv bo'yida turib Bani Bakri taraf bularning ustiga bostirib kelib, nurg'un odamlarni o'ldirdi va yaralandirdi. Qurayishlar Bani Bakri qabilasidan Astirdan qo'llab, ularni qurol yaroq va moddiy kuch bilan ta'minladi. Hatto Qurayishlik ba'zi jadal xumar yalang to'shlar tun qorong'usidan foydalanib urushga qatnashdi. Ular Xuzoa qabilasining odamlarini haram ziminigacha qo'g'lab kirdi. Ular haram ziminiga kirib kelganda Bani Bakri qabilasining ba'zi odamlar Navval biz haram ziminiga kirib qoldik. Allohdan qo'rqayli degan edi. Navval asabiylarcha. Bugun Xudo iloh deganlarni qo'yib intiqom elinglar. Qasam qilib aytalaymanki, sizlar haramda to'g'riliq. Haramda o'g'irlik qilsanglar bo'ladi ekan, bu yerda qisos olsanglar bo'lmamdi ekan, dedi. G'ozoy xalqining qechib omon qolganliklari Makkaga kirib o'z jamoatdoshlaridan Budayil ibn Barqa G'ozoyning va Rafi ismli yana bir kishining qo'rusiga kirib panohlanib olganligi, shuning bilan Amr ibn Salim Juzoi darhol yo'lga chiqib Madinaga yetib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu chaqda Masjidun Nabaviyda sahobalar bilan o'ltiradi. Amr ibn Salim Udul masjidga kirib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldida tuvandagi misralarni o'qidi. Muhammaddan o'tinmoqchi, ey Xudo Parvardigor, necha avlod qarinas o'tgan edi g'amguzar. Cho'ng onanglar uba qiz biz xalqning pushtidir. Azaldillah ijil o'tdik va'dimizda vafodor. Al-madad qat'iy niyat Alloh ato qilgan sana chaqiriq qil g'ozilarga kelsin bo'lib madadkor. Saflar ora Rasululloh tunun aydak chechib nur. Yüksilib bargan qo'shinni oq yo'lga boshlar rushdikor. Tanglisa gar ajnabi nohaq stamga bosh egmas, o'rkashligan daryo kabi mangar hayvat tojidor. Quraysh xalqi xilof qildi, ahdu paymonni buzib, ahdu misoq buzg'ani chun bo'lish loyiq ziyonkor. Quraysh xalqi manga qo'ydi kado yo'lida ko'zchi, jikilab ketdi uzoq seni qilmasqa xabardor. Yovning sonidir cheklik, razil ham qabih qiyildur. Vatirda bostirib chapdi, uxlab yotganni qilmay or, ular bizni bostirib namozxon bo'lganda ham ro'zador. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning shikoyatnomasini anglab, cho'qim yordamga ega bo'lasan, ey Amr ibn Salim, dedi. Shu asnoda Madina osmonidan bulut paydo bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu bulutmi meni Bani Kaib, ya'ni Xuzoa xalqi uchun yordam talab qilyotdi, dedi. Arqadallah Budayil ibn Varqai Xuzoa qabilasidan bir bo'lik odamlarni boshlab Madinaga yetib keldi. Ular Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishib, uningga Badr fojiasini nohaq o'ldirilganlarning sonini yetkazdi. Quraysh doiralarining Bani Bakri urush xumarlari bilan til biriktirib, Xuzoa qabilasini qirg'in qilganligi ustidan shikoyat qilib bo'lib Makkaga qaytdi. Әмдеки темада biz Abu Sufyanның kelishimnomini yangilash uchun Madinaga kelganligi degan temadan boshlab o'qiymiz. Unda bo'lsa, hozirgi o'qishlikni mushada to'xtay, davomli diqqat bergaysizlar. Diqqat bergan aziz qarindoshlarimga Allohning rahmati bo'lsin. Rahmat bizni qo'llab-quvvatlaganinglarga. Allohga omonat.